Birinchisi tug'ilganida bu qiz nogiron bo'lmagan. Sog'lom bo'lib tug'ilgan. Eng katta operatsiya bu oldin qilganmiz bu operatsiyani. Demak, operatsiyadan 1-3 kun ichida chiqdi, bo'lmasa 1 oy yoki muddat uzunroq reanimatsiyada ham qolib ketishi mumkin. Operatsiya noto'g'ri o'tganidan keyingina mana shu holatga kelgan. Ya'ni shu holatga. Hozir biz Turkiyadamiz, operatsiya qilinish jarayoni bularga tushuntiraman. Operatsiya bo'lsa, mana shu gavdalari mana shunaqa o'tirishga keladi. Ya'ni bunaqa o'tirish emas, mana shu o'tirishga keladi. Bu birinchi plyus tomoni. O'pkalari ochiladi, tana ichki a'zolari ochiladi, hamma narsa yaxshi bo'ladi. Ya'ni yaxshi tomonga o'zgarishi ehtimoli mana shu. Operatsiyaning risklari. Operatsiyadan keyin oyoq umuman ishlamay qolish ehtimoli bor ekan. Yana bitta risk qavatda umuman, ya'ni to'shaga yotib qolishi ham mumkin. Oilani o'ziga bu narsani tashlab bermoqchimiz. Ya'ni men bu joyda biron bir qaror qila olmayman. Bo'lsa, bo'ladi, to'xtatib, tavakkal qilib turish kerak ba'zi bir.